kompaniyamda avariya bo'ldi. 3 oydan beri insurance-dan pulimni ola olmayman. Faqat denial letter jo'natishadi. Insurance-larni sotib olgan bo'lsam, vaqtida pulini to'lab yurgan bo'lsam, nimaga mana ana shunaqa holat men bilan bo'lyapti? Tushuntirib bera olasizmi shuni? Bo'ldi aka, siz vaziyatingizni tushundim. Avvalambor o'zi Track Policy'ga qo'shilganmi? Policy? Men sizni sertifikatingizni ko'rib chiqdim va unga binoan sizni policyingiz scheduled policy ekan. Ya'ni har bitta track ish boshlashdan avval insurance kompaniyaga bu ish boshlash haqida inform qilinishi kerak va o'sha holatdagina sizni trackingiz kompensatsiyaga loyiq deb topiladi. Insurance policy, scheduled policy, bu narsalarni prinsiplardan eshityapman to'g'risi. Shuning uchun kelinglar, men hamma track dokumentlarimni sizlarga beray. O'zinglar mana shu narsani handle qilinglar, iltimos. Bo'ldi aka, unda bu holat bo'yicha bizning specialistlarimiz sizga aloqaga chiqishadi, hammasini o'zlari tekshirib qo'yishadi. Siz umuman xavotir olmang bu holat bo'yicha. Katta rahmat.